Mani hurmatlilarim, sizlarga yana bitta foydali tavsiyada. Mana bo'yinda orqasida yog' paydo bo'lib qoladi-ku, bunday qilganda bunday do'mboqcha bo'lib, yog' yig'ilib qoladi. Shularga keyin manetimizda mana yoshimiz o'tayotgan sari manetlarimizda bunday baqbaqa deydimi, nima deydi? Baqbaqa deydimi? Shunaqa narsa, bunday ortiqcha bu yerda ham osilishlar bo'lib qoladi-ku. Mana meniki xila yo'qolyapti. Menda ham shu narsa bo'lib qoluvdi. Mana shu yerda qilish kerak ekan. Mana ikkita qo'limda ushlab turib shuni bir kunda 10 marta ertamanda turib shu ham bo'yningiz ajrab chiqar ekan, bunday ya'ni bo'yni yopishib qolgan insonlar bo'ladi, bunday bo'yni kaltaroq. Ham bo'ynimiz chiqar ekan. Hamma yerdagi baqbaqalar tortishib taranglashar ekan mana terilarimiz, ham orqadagi to'plangan yog'larimiz kunda shu mashqni bajarsak, yog'lar erib yo'qolar ekan. Shuni qilinglar-da. Men shuni 10 kundan beri qilyapman. Mana manetdagi yog'lar yo'qoldi. Taranglashar ekan. Ham mana bo'yin terisi taranglashib, ham mana yerdagi yog'lar erib, ham bo'yinda orqasida yog' to'planishini oldini olar ekan. Mana shuni qilinglar. Men ham 10 kundan beri o'zim shu mashqni bajarishni boshladim. Foydasini sezdim. Ko'pchilikda qarasangiz shu baqbaqa solatda endi yosh kattalashgan sari manalarda ortiqcha yog'lar to'planishni boshlaydi. Shu to'planadigan yog'larni oldini olar ekan. Sizlarga bitta foydali tavsiya. Sog' bo'linglar. Sog'lik birinchi o'rinda.